kerak edi. Pedri- Hozir Yevropa chempionatida Erik Garcia tushib foyda beryapti. Ferran Torres Joker. Tasavvur qiling. Ferran o'lib bo'ldi bu jamoada. Gol Rafinha urdi. kerak. Rafinha oltin to'pga da'vogar bo'lib turibdi. Yamal mayli o'zi zo'r edi u paytda. Zo'r bir ikkitalar bor. Lewandowski ham o'tgan yilga qaraganda yaxshiroq. Barsi jarohat oldi mavsumda. Yo, keyin pensiyadagi darvozabonni olib kelib o'ynatyapti. Kubok oldi bitta. Uni haqiqatdan ham olib keldi. Anunga qo'shing. Yana Shit. to'rtta Ten Hag, Ronaldo. Uni chaqib turishni ko'rganmisiz? Razdivalkada ham sigara oldi. Yo, faxrlanadi. Bittasiga Kстати, tarkib mana misol uchun De Jong o'ynadi bor buni davrida. De Jong bilasizmi qancha bo'lib ketdi. Hammani Rauxo qaytdi bechara. Ketish kerak edi. yo'q, hozir bitta ish qoldi. Bitta yagona ish qoldi. Fatini bir nima qilib o'ynatishdi. Boshqa yo'q, Fatih. yo'q, Fatiniki ham bilmadim endi, u oldin turg'izib olish kerak. Keyin uni ham o'ynatsa borki bo'ldi. Flick Guardiolaga ham boshqasiga ham o'chirib olsing dedi. Shu kunda o'ynayotgan faqat kiyim kiymasa kerak. Soch. Shu kunda o'tgan ham yaxshi edi, yomon emas edi. Sochga qaraydi. Yo, Inigo Martinez degan qariyani olib keldi. 3-himoyachi qildi. O'shalarni o'ynatib, kim buni hozir bitta ham anaqa yo'qdi, brak o'yinchi yo'qdi. Maksimal tushirib endi Ferran Torres gapirmas endi. Ferran Torres Valensiyaga jahlda urgandir, hozir gaplashamiz.